Assalomu alaykum hamrohlar. Mana navbatdagi go'zallik saloniga mevalarimizni topshirdik. Qizchamgina bo'ldi. Tumbalarimiz rolikda stoklari bor. Tormoz qo'yib ishlatib oldiga olib chiqiladi. Xohlasa o'sha tortmalari vakuum bemalol ichiga narsalar qo'ysa bo'ladi. Polkalarimizga bog'lab berasizlar. Hech qanaqa problemasi yo'q. Skeleti polkalardan foydalandik. Buramizin akril bleski. Oynalarimiz ham sensor. Orasida yangi joy ochyapti. Ularning drop orasida. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasiz.